Heyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana JavaCraft. Men yana Brew 26 versiyani yuklab oldim. Shuning uchun eski chunklar o'chib ketdi. Videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Bu yangi chunkda endi biz o'zimizni o'yinimizni boshlaymiz. Oni blok anaqa survival deb nomlangan blokda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda versiyani o'zi qurilib ko'rgan. Eski versiyani yangilaganim uchun avvalgi Oni blok chunkimiz o'chib ketgan. Bu yerda nima ekan? Wow, zo'r-ku. Bizga zo'r bo'ldi. Hamma narsa bor. 10 ta qismga bo'lingan chunk ko'ramiz. Bugun nechta qismini qilib qo'yarkanmiz. Уже birinchi qism boshlanmoqda. Videoni ko'proq like qilsak, keyingi qismlarda o'zimizga hardcore rejimga ochamiz baza. Buni ikkinchi qismi bitta video tashlab keyin chiqaramiz. Undan oldin daraxt kerak u. Qo'lda bo'lmaydi, daraxt kerak u. Daraxt qilamiz. Boshlandi yosh. Qani ayoq. Babir daraxtda qilish kerak ekan. Oy, qani bo'lmasam hamma narsa qildik. Endi boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsani kompyuterga o'xshatib oldim. Jonlar ham pastda. Hamma narsa pastda. Faqat knopkalar o'sha knopkalar. Endi esa hamma narsani boshlaymiz. Bu ham Oni blokda endi. Shunga hamma narsalar bir xil. Mana endi bo'ldik. Endi biz joyda kattartirishga o'tamiz. Obunachilar, obuna va like bosib qo'yinglar. Chunki yaqinda 200 ta bo'lamiz. Hozir 184 tamiz. Obuna va like bosinglar. Qani bo'lmasak mana agorod ham qurib oldik, ferma qilib oldik. Endi yana davom ettiramiz o'zimizni ishimizni. Qani unda ketdik. Hammasi tushyapti-ku. Tosh tushmayapti, tosh. Tosh qachon tushadi endi? Daraxt, o't, faqat daraxt, o't. Ko'rishingiz mumkin, mana tezlikda shuncha ochib ko'rdim, qarasam, bu yerda hech narsa chiqmas, semichkalardan boshqa. Bularda hali ekib qo'ysak, katta bo'lganimizda fermamiz kuchayishiga rivojlanadi. Shuning uchun buni olib tashlayman, baribir kerak emas. Bo'ldi, unda boshladi. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsa kompyuterdagiga o'xshagan. Unda biz tezlashsak. O ekamiz. Buni bu yoqqa qo'yganda ikkitasini ekamiz. Qani, unda bo'ldi. Endi semichka qidiramiz. Semichka. Shuncha izlab atiga ikkita semichka topdik va ularni ekib qo'yamiz. Katta bo'lganda bug'doyni o'rni bosadi-da. O'zbekchasiga qani qo'shtiramiz. Yana o'zimizni ishga qaytsak. O'zimiz ishdan yaxshisi yo'q. O'tiramiz faqat endi shunday chopib. Ko'pchiliklar so'rashganda Telegramga o'tib qo'yinglar, chunki Telegramda savollarga javoblar bo'ladi. Ko'plar so'rayapti, qanday Minecraft haqiqatini tortsa bo'ladi, keyin qanday nastroykalar qilishni ham so'radi. Va bu yoqqa emas, noto'g'ri qo'yibman. O'chir. Olib tashlaymiz. Bu yoqqa bo'lmadi. Bu yoqqa bo'lmadi. Endi nima qilamiz? Bu yoqqa emas,
bu yoqqa qo'yamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bunda ko'rishingiz mumkin, biz hayvonlar uchun ferma qurdik. Hayvonlar ham xursand qolsin dedik va endi yana tunnelga tushib, yana o'zimizga narsalar qilib olamiz. Tushamiz. Qani bo'lmasam hozir chiqib. Unda mana zonadan ham chiqib ketmasin deb qo'yib oldik. Endi esa bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, bugungi videolarimiz redga chiqishi uchun qisqa bo'lsa ham redga chiqsa bo'ldi. Like, obuna, komment kutib qolaman. Obuna, ko'proq obuna bo'lsalaringiz, biz tez 200 ta bo'lamiz. Qanunda ketdi. Unda o'zimizga hozir narsa qilib olamiz. Ko'rishingiz mumkindagi xohlagan narsani qilib olamiz. Lapatka. Bizga lapatka ko'p kerak. Ko'rishingiz mumkin, boya ko'p narsalar tushdi. Shuning uchun faqat lapatka bilan ishlayotgan deb qoldim. Daraxt lapatka. Kommentga o'z fikringizni yozib qoldiringizlar. Va menga shart beringlar. Keyingi safar nima qilay? Keyingi safardagi videoda Sidrang bu ikkinchi levelga o'tdik. Bu yerda endi toshlar va temirlar ko'pdan ko'p tushadi. Qani bo'lmasam ketdi. Ko'rishingiz mumkin, men hamma narsalarni pashti tezlikda ko'rsatishim mumkin. Daraxtlarda hamma narsani qildim. Yonimda sandiq bekorga turgani yo'q. Chunki u yoqqa hamma narsani soldim. Mana bu yerda hali temir ham bor. Buni to'qi lapatkalar solib qo'yik. Baribir kerak emas-ku. Temir esa solamiz. 8 ta temir. Qizguncha hali ko'p vaqtlar bor. Ko'rishingiz mumkin, bugun mana shuncha ishlar qilib qo'ydik. Ularni olay. Kameraga qaramagan. Bu yerdan qurib boshlayman. Unda qani boshladik. Mana videomiz ham o'z nihoyatiga yetdi. Ko'rishlaringiz mumkin, bugun ko'p narsa qilib qo'ydik. Keyingi qismlarda hali ko'p narsa qilamiz va 10-maksimalni 10-levelga boramiz. Videoga like, kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Keyingi videolargacha xayr.